Bugun 17 fevral Sara xabarlar kanalida e'lon qilingan eng sara yangiliklar kun dayjestida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kuvayt davlati amiri Shayx Mish al-As-Sabohning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Al-Quvayt shahrida tantanali kutib olindi. Shavkat Mirziyoyev Al-Quvayt shahrida Kuvayt tashqi ishlar vaziri Abdulla Al-Yahyo bilan uchrashuv o'tkazdi. Yurtboshimiz Kuvayt hukumati rahbari boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Rasmiy tashrif doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Al-Quvayt shahrida Action Group Holdings kompaniyasi rahbari Shayx Muborak As-Sabohni qabul qildi. Shu bilan birgalikda yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Camco Invest kompaniyasi rahbari Abdulloh Al-Sharih bilan uchrashdi. O'zbekistonda mashinalar suv tekin bo'lishi kutilmoqda. 1-iyundan Toshkent shahriga eski mashinalarni kirishi taqiqlanmoqda. Shu sababli juda ko'pchilik yili eski mashinalarni sotishni boshlaydi va narxlar shu sababli tushib ketadi. Hozirdan mashinalar narxlari tushib bormoqda. Yozga borib tengma-teng arzon bo'lib ketishi mumkin. Ushbu xabarni mashina olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sirdaryoda o'qituvchini urgan ayol ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan bir vaqtda Surxondaryoda dahshatli qotillik yuz berdi. Ona bola o'ldirilib, uyi yoqib yuborildi. Joriy yilning 15 fevral kuni Surxondaryo viloyatining Uzun tumanida 42 yoshli ayol va uning bolasi o'ldirilib ketilgani, uyi esa yoqib yuborilgani haqida xabar berilmoqda. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bloger Chechenka oldin massajda ishlagan, pulini kelishib olsa toqqa ketardi deb audio tarqatgan qiz uzr so'rab chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tuhmat va shunga o'xshash qo'pol so'zlar ishlatayotgan ko'plab insonlar javobgarlikka tortilmoqda. Shunday ekan, ushbu xabarni ko'p kommentariyalarda negativ yozib yuradigan tanishlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Vodiyga bahor havosi kirib kelayotgan bir vaqtda bu hafta Toshkentda havo issiq va quruq kelishi, harorat +21 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Hafta davomidagi havo haroratidan qat'iy nazar kayfiyatingizni aslo tushirmang. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.